Assalomu alaykum, xayrli kech ustozlar, qadrli abituriyentlar, kanalimizga, ya'ni SIT Ism Class kanalimizga SIT real examda tushgan savollardan yana biri tashlangan edi. Ustozlarimiz shu savollarni yechib ko'rishyapti ekan. Albatta, ko'pchilik to'g'ri yechyapti ekan. Ba'zi bir ustozlar yoki ba'zi bir abituriyentlarimiz adashayotgan joylar ham bor ekan. Shu sababli ushbu savollarni video tahlillarni ham ko'rib o'tamiz. Bizda savol quyidagicha berilgan edi. The table, ya'ni jadval. Show esa ko'rsatmoq, ya'ni jadval ko'rsatadi ekan bizga. The frequency, ya'ni takrorlanish ma'nosida ishlatiladi. Nimaning takrorlanishi? Value, qiymatlarning. In a data set degani to'plam ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni to'plamdagi savollar, ya'ni qiymatlarning takrorlanishi. Aytaylik, mana value qiymat, frequency takrorlanish, ya'ni 13 soni 8 marotaba takrorlanadi ekan, 20 soni 1 marotaba takrorlanadi ekan, 27 soni 8 marotaba takrorlanadi ekan va 34 soni 6 marotaba takrorlanadi ekan. Ya'ni mana bunday holat. Demak, 13 xuddi shu 13 dan 8 dona takrorlanadi ekan. Shuni aytyapti. Keyin esa 20 dan 1 marotaba, keyingisi ham 27 dan 8 ta takrorlanadigan holatda deyapti ekan. Mana shu holat. Bu 8 ta, 20 esa bitta. Demak, oxirida keyin 34 sonimiz ham 6 marta takrorlanadi ekan. Shu narsani bizga jadval tariqasida tushuntirib aytib o'tyapti ekan. Endi savolga qaytadigan bo'lsak, what, ya'ni nima bo'ladi? Minimum value, ya'ni minimum qiymat nima bo'ladi to'plamdagi deyapti. Demak, bizda frequency haqida umuman savolda gapirmayapti. Mana bu frequency haqida gapirgani yo'q. Bizda faqatgina value haqida gapiryapti. Ya'ni valuening minimum qiymati nima bo'ladi degan savol beryapti. Bizda eng kichkina qiymatimiz 13 ga teng bo'lgani uchun, demak, mana javobimiz C javobga to'g'ri keladi. Eng kichkina qiymat 13. Demak, ustozlar, sizlarga rahmat, hammaga manfaatli bo'lyapti degan umiddamiz. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga rahmat. Salomat bo'linglar.